Oilangiz kattami? Katta kvadratdagi kvartira qidiryapsizmi? Ushbu variant aynan siz uchun. 4 ta xonamizdan tashqari mana shunday kattagina holimiz mavjud. Marhamat, obzorimizni ko'rib o'tamiz. Holimizga e'tibor beramiz. Juda ham chiroyli, hamma mebellar qo'yilgan, televizorlargacha, xullas yashash uchun sharoit qilingan. Kirib kelish eshigimiz bo'lyapti. Alohida sanuzlar oxirida ko'rib o'tamiz. Keling, xonalar bilan tanishib o'tamiz. To'g'rida bizda kvartiramizning asosiy yotoqxonasi bo'lyapti. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Ushbu kvartiramiz 108 metr kvadratni tashkil etadi. Samarqand shahar Ozod Sharq ko'chasida joylashgan 5 qavatli uyning 3-qavatida. Uning yonida bizda mana shunday kichikroq xonamiz bor. Buni 1 kishilik yoki 2 kishilik bolajonlarimiz uchun yotoqxona qilib bersangiz ham bo'ladi. Chiroyli holimizga e'tibor beramiz. Kundalik mana shu yerda bemalol o'tirib televizor tomosha qilsangiz bo'ladi. Mehmonjonlar kelganda mana shunday katta, keng, shinamgina mehmonxonamizda kutib olsangiz bo'ladi. Bu yerda ham chiroyli yumshoq mebellar, televizor, konditsioner, xullas hamma sharoit qilib o'tilgan. Kvartiramiz chopli pol isitish tizimida isitib beriladi. Xo'p, keling, mana bu yerda yana bir xonamiz bor. Bu yerni mebellashtirmaganlar o'zingizni dizayningizga qarab, sharoitingizga qarab o'zingizga sharoit yaratib olasiz. Uning yonida bizda uy bekalariga juda ham manzur keladigan oshxonamiz, shinamgina. Bu yerda ham kafellar chiroyli qilib qilingan. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, rabochiya zona va stolovaya zona qilib ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, narximizga keladigan bo'lsak, kvartiramiz narxini 120 ming AQSh dollari deb so'rayaptilar. Albatta kelishtirib beriladi. Prixoja mebellarga e'tibor beramiz. Chiroyli katta oynalari bilan birgalikda hamda alohida sanuzlarimizni ko'rib o'tamiz. Marhamat, agar sizga kvartiramiz yoqqan bo'lsa, pastda nomerlar yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin.